Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan kanalimda ko'rishib turganimdan xursandman. Bugun tezlanish haqida biroz gaplashib o'tamiz. Tezlanishning vektor tenglamalari va ularni algebroik ko'rinishga o'tish haqida gaplashamiz. Tangensial tezlanish va normal tezlanish, umuman tezlanishning tenglamalari haqida biroz mulohaza yuritamiz. Demak, sizlar bilan to'g'ri chiziqli harakatdagi tezlanish va aylanma harakatdagi tezlanish haqida gaplashamiz. Bu paytda tangensial tezlanish, mana bu holatda esa normal tezlanishning formulalarini keltirib chiqarishga birgalikda harakat qilamiz va o'rganib olamiz. Demak, jismning oy yoqdagi harakati ikki xil ko'rinishda bo'ladi deb aytamiz. Biza, ya'ni o'rta ta'lim darajasida yoki tekis tezlanuvchan yoki tekis sekinlanuvchan. Agar jismning tezligi o'zgarmasa, tezlanish mavjud bo'lmaydi. Ya'ni tezlanish o'z nomi bilan tezlanish yo'q. Xo'p, keling tezlanishning demak tenglamasini ko'rishni boshlaymiz. Undan oldin tezlik tenglamasini ko'rishimiz kerak. Mana bu yerda jismning biror bir boshlang'ich tezlik bilan harakatlanishi, mana bu yerda V0 boshlang'ich tezlikka ega bo'lsa jism bir muddat o'tgandan so'ng, ya'ni mana bu vaqtda dastlabki vaqtimiz 0 sekundni tashkil qiladi. Biror vaqt o'tgandan keyin jism taxminan mana bu yerga keldi desak, bu paytda tezligi ortdi deylik. Tezligi ortgan bo'lsa, demak, vektorni uzunroq chizamiz. Mana bu paytda oldingi tezlikka nisbatan keyingi tezligimiz kattaroq bo'ldi. Bu keyingi v tezlik. Bu esa biror t vaqt o'tgandan so'ng sodir bo'lyapti. Demak, 0 dan t vaqtgacha sodir bo'lyapti. Mana bu paytda jismning tezligining miqdori ortdi. Ortganda qanchaga ortdi? Mana shu yerda nozik joy paydo bo'ladi. Jismning v dan v0 tezlikgacha miqdori ortganda, bu yerda tezlik vektorining miqdori qanchaligini topishimiz kerak. Ya'ni tezlik o'zgarish vektori qanchaligini. U uchun nima qilamiz? Jismning mana bu v0 va v tezliklarining boshlang'ich qismlari bir nuqtaga qo'yiladi. Biz nima qilamiz? Ikkalasini mana bu yerga qo'yib olamiz. V0 tezligimiz bizada mana bu desak, ya'ni miqdor jihatdan o'shancha uzunlikka ega bo'lish kerak. Bu vektorni olib mana bu yerga ko'chiramiz. Demak, mana bizada V0 vektor, keyingi v vektorimizni olib mana shuning boshlang'ich o'zi ustma-ust tushadi. Men sizlarga tasvirlashim uchun yuqoridan chizaman. Demak, bu yerda mana tezlik vektorimiz ortdi. Mana bu yerda ortdi. Demak, mana bu keyingi v vektor bo'ldi. Ana bu paytda tezlik vektorimiz qanchaga o'zgardi? Tezlikning vektori qanchaga o'sdi yoki umuman qanchaga o'zgardi desa, o'zgarish mana bu uchdan bu uchga qarab yo'nalgan bo'ladi. Ya'ni mana bu bizaga tezlik o'zgargan miqdor hisoblanadi. Mana bu v0 vektor, mana bu v vektor, mana bu esa bizaga delta v vektor deyiladi. Tushundingmi? Delta v vektor. Ayni vaqtda xo'p, v0 vektorga delta v vektorni qo'shadigan bo'lsak, bu yangi vektorni berish kerak. Ya'ni ikkita vektor bilamiz, ketma-ket ulangan paytda mana bu uning natijaviy vektori bo'ladi. Bu yerdan mana delta v vektorni topadigan bo'lsak, demak v vektor minus v nolavoy vektor. Mana bu ko'rinishda bo'ladi. Agar buni geometrik jihatdan o'lchamga taqqoslasak, bu vektor ko'rinish, yodimizdan chiqmasin, vektor ko'rinish va algebroik ko'rinish emas. Algebroik ko'rinish yozadigan bo'lsak, mana bu o'lcham uzunligiga bu o'lchamni qo'shadigan bo'lsak, v vektorni berish kerak. Ya'ni v0 vektorga, v0 vektorning moduliga delta v vektorning moduli qo'shilsa agar, shunchaki miqdor jihatdan aytaylik, bu 10 cm, bu 7 cm. Qo'shilsa jami 17 cm ni beradi. Ya'ni v ni beradi. Mana bu yerdan delta v ni topadigan bo'lsak, bu v minus v0 ga to'g'ri keladi. Va bizada tezlanish nima? Tezlanish degani bu vaqt birligi ichida jism tezlik vektorining o'zgarishi. Ya'ni, xo'p, tezlanish a vektor jihatdan tenglama a barobar delta v vektor taqsim delta t. Delta v ni o'rniga mana buni yozsak bo'lar ekan biza. Bu paytda mana bu yerda endi asosiy tezlanishni tenglamasi mana shu. Faqatgina vektor ko'rinishda yozsak, mana bundoq yozishimiz mumkin. Ya'ni buni davom ettiradigan bo'lsak,
A vektor barobar delta v ni o'rniga, delta v vektorni o'rniga mana bu vektorni yozsak bo'ladi. Ya'ni v vektor minus v nolavoy vektor bo'lingan delta t vaqt. Endi delta t vaqtimiz ko'pincha bizga mana bu t dan 0 ni ayirib tashlasak, t deb ketsak ham bo'laveradi. Ko'pincha shunday olamiz biz. Ya'ni boshlang'ich vaqt sifatida biz 0-sekund, keyin t sekund o'tdi deb olamiz. Demak, tezlanish asl ma'nosi mana bu yerda. Bu degani, bu yerda bitta xulosa kelib chiqadi. Delta v vektorining yo'nalishi qaysi tomonda bo'ladigan bo'lsa, tezlanishning yo'nalishi ham xuddi o'sha tomonga bo'ladi. Demak, bizda aynan mana shu masalamizda jism tekis tezlanuvchan harakat qiladigan bo'lsa, tezlik vektori qanchaga o'zgardi? Ya'ni oldin mana bu yerda edi, keyin mana bunchaga cho'zilibdi. Tushundingmi? Mana bu yerdan boshlab bu yergacha cho'zilibdi. Buni uchiga qarab yo'naladi. Tezlik vektori o'zgarishi desa. Endi bu tomonga delta v vektor shu tomonga yo'nalgan bo'lsa, tezlanish ham shu tomonga yo'nalgan bo'ladi. Ya'ni delta v vektorining yo'nalishi bilan ustma-ust tushadi. Ya'ni tekis tezlanuvchan harakatda jismning tezlanish yo'nalishi delta v vektor oldinga harakat yo'nalishida yo'nalganligi uchun tezlanish ham mana shu yo'nalishda bo'ladi. Tushundingmi? Xo'p, endi esa tekis sekinlanuvchan harakatni ko'ramiz. Xo'p, bu tekis tezlanuvchan deb qo'yaman, tez deb qo'ydim. Bunisi tekis sekinlanuvchan harakat uchun ko'ramiz. Tekis sekinlanuvchan harakatda nima bo'ladi? Mana bu dastlabki tezligimiz kattaroq endi. Dastlabki tezligimiz kattaroq, keyin esa nima bo'ladi? Sekinlashadi, tormozlashadi. Biror vaqt o'tgandan keyin mana bu demak t teng 0 bo'lgan vaqt, dastlabki 0 vaqt, bu esa biror t vaqt o'tgandan so'ng t2 teng t vaqt o'tdi. Bu paytda tezlik sekinlashdimi? Qisqarib qoldi. Bu keyingi v vektor. Endi mana bu ikkalasining yana tezlik vektori qanchaga o'zgardi desa, buni alohida pastga, buni alohida pastga yozib olamiz. Mana bunisi demak bizada bu yo'nalishda bo'lsa, xo'p, miqdori deyarli bir xil bo'ldi shekilli. Mana bu bizga v nolavoy vektor. Xo'p, v nolavoy vektor. V vektorni esa boshlang'ich uchini ham xuddi shu o'zi ustma-ust tushishi kerak, lekin men sizlarga ko'rinishi uchun pastdan chizaman. Mana bu ko'rinishda bo'lib kelyapti. Mana bu v vektorimiz. Endi tezlik o'zgarish vektori qayerga, qaysiga teng bo'ladi desa, tezlik o'zgarish vektori birinchi vektor uchidan ikkinchi vektorning uchiga joylashadi. Ya'ni qarab yo'nalgan bo'ladi tezlik o'zgarish vektori. Qanchaga o'zgardi? Demak, bu degani birinchi vektorimiz dastlab mana bu yerda edi. Keyingi vektorimizni bu yerga ko'chirganda uchib bu yerga keldi. Demak, tezlik o'zgarish vektori mana bunga teng bo'ldi degani. Tushundingmi? Mana bu delta v vektor. Delta v vektorni e'tibor bersangiz, endi delta v vektor orqaga qaradi. Orqaga qaragan bo'lsa, demak, biz aytyapmiz, tezlanish yo'nalishi aynan delta v yo'nalishiga mos tushadi. Bu degani tekis sekinlanuvchan harakatda tezlanish ham xuddiki harakat yo'nalishiga delta v vektor yo'nalishi kabi orqaga yo'nalgan bo'ladi. Demak, mana bu harakatda jismning tezlanishi orqaga yo'nalgan ekan. Mana A vektor. Tekis sekinlanuvchan harakatda harakat oldinga, lekin tezlanish orqaga. Tekis tezlanuvchan harakatda harakat oldinga, tezlanish ham oldinga. Chunki bu paytda delta v vektor bilan yo'nalish mos tushadi. Tushundingmi? Delta v vektor shu tomonga bo'lsa, tezlanish ham shu tomonga. Xo'p, tekis sekinlanuvchan harakatda esa delta v orqaga, shunga mos holatda tezlanish ham orqaga yo'nalgan bo'ladi. Lekin ifodalar o'zgarmaydi. Mana bu yerda esa geometrik jihatdan endi v0 vektorga delta v vektor qo'shilyapti. Vektor jihatdan v0 vektorga, chunki buni davomidan bu ulanyapti. v0 vektorga delta v vektorni qo'shadigan bo'lsak, uchinchi yangi vektor hosil bo'lyapti degani. Mana v vektor. Bu yerdan delta v vektorni topadigan bo'lsak, v vektordan v nolavoy vektorni ayirib tashlaymiz. Lekin algebraik ko'rinishda esa mana bu o'lchamni uzunligiga bu o'lcham qo'shiladigan bo'lsa, mana bu umumiy o'lchamni beradi. Ya'ni bu miqdor jihatdan. Mana bu aytaylik 5 sm, bu 7 sm, mana bu esa jami 12 sm degan ma'noda. Bu vektor ko'rinishdagi holati, e'tibor beraylik, chalkashtirib vektor ko'rinish. Xo'p, miqdor jihatdan esa v ga shunchaki delta v qo'shiladigan bo'lsa, uzunlik jihatdan umumiy mana bu uzunlikni beradi, ya'ni v0 ni beradi.
Bu yerdan delta v ni topadigan bo'lsak, v0 minus v bo'lib qoladi. Mana bu tenglamaga e'tibor qaratamiz. Inshaalloh. Demak, mana shu. Tezlanish nimani anglatadi? Tezlanish bu delta v taqsim delta t. Delta v taqsim delta t biz bilamizki, vaqt 0 ga intilgan paytda tezlikdan olingan birinchi tartibli hosilaga teng. Mana shu yerda izoh berib ketaman. Qayerdan? Men bu yerga yozib ketaylik bo'lsam. Xo'p, demak, a vektor barobar delta v vektor taqsim delta t. Qachonki delta t 0 ga intilganda tezlanishimizning oniy qiymati tezlikdan vaqt bo'yicha olingan birinchi tartibli hosilaga teng degan ma'noni anglatadi mana bu. Endi xuddi shu tenglamamizni, ya'ni xuddi shu qoidamizni aylanma harakatdagi normal tezlanishni topishga, ya'ni markazga intilma tezlanish deymiz-ku, o'shani topishga harakat qilib ko'ramiz. U uchun nima qilamiz? Xo'p, bizda demak aylanuvchi jismning radiusi bor. Mana bu yerda sharcha aylanyapti, aytaylik. Bu paytda uning tezligi mana bu radiusga bilasizlar, aylanaga urinma, radiusga esa perpendikulyar holatda yo'nalgan bo'ladi. Mana v vektor. Biroz muddatdan keyin u aylanib mana bu yerga keldi. Jism bu nuqtaga yetib keladigan bo'lsa, yana aylanaga urinma holatda yo'nalgan bo'ladi. Tezligimiz mana bundoq bo'ladi. Miqdor jihatdan hozircha o'zgarmaydi deylik. Mana buncha bo'lsa, demak bizga tezligimiz mana bu ko'rinishga ega bo'ladi. Aynan mana shu yerga bu v vektorimiz. Endi biz nima qilamiz? Tezlanishni topishimiz uchun delta v vektorning modulini delta t ga bo'lsak, tezlanishning moduli kelib chiqadi. Ya'ni modul degani qiymati. Qiymatini qanday topamiz uni? Xo'p, bu paytda e'tibor beramiz. Tezlik vektori qanchaga o'zgardi? Yana shu savolga javob berishimiz kerak. U uchun nima qilamiz? Yana mana bu ikkalasiga o'xshab tezliklarning v va v0 vektorlarining boshlang'ich joylarini bir nuqtaga qo'yib olamiz. Bunda ham shunday qildik. Va birinchisidan dastlabki tezlikdan keyingi tezlikning uchiga qarab yo'nalgan vektor bizga delta v vektorini beradi. Mana bizga dastlabki tezlik, mana bu keyingi tezlik, lekin miqdor jihatdan o'zgarmayapti. Ya'ni aylanma tekis harakatni nazarda tutib aytyapman. Aylanma tekis harakat. Xo'p, ikkalasini boshini bir nuqtaga qo'yib olishim kerak. U uchun men mana bu vektorni olib bu yerga ko'chirishim mumkin yoki bu vektorni olib bu yerga ko'chirishim mumkin. Bizga qulay hozir chizmada ko'rsatish uchun bu vektorni olib mana bu yerga ko'chiraman, faqat o'ziga parallel holatda bo'lishi kerak. Mana shu bo'lsa kerak. Xato chizmaslikka harakat qilish kerak. Mana bundoq. Bu demak mana bu vektorning bu yerga nima qilingani, ko'chirilgani, tushundingmi? Mana bundoq ko'chirilgan. Endi tezlik vektori qanchaga o'zgardi desa, tezlik vektorining o'zgarishi ikkita vektor. Dastlab bu vektor bundoq edi, keyin bundoq bo'lib qoldi. Tushundingmi? Bundoq edi, bu yerga ko'chirdik, mana bundoq bo'lib o'zgaribdi. Ikkita vektorlarning uchlarini tutashtirish tezlik vektorining o'zgarishi degani. Ya'ni bizda mana bu tezlik vektorining o'zgarishi bo'ladi. Tushundingmi? Delta v vektor aynan mana shu narsa bo'ladi. Delta v vektor. Endi buni geometrik jihatdan e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu har doim perpendikulyar. Bu yer ham perpendikulyar bo'ladi. Perpendikulyar bo'lsa, agar jism aylanma harakatda qancha yoy bosib o'tadigan bo'lsa, qancha burchakka buriladigan bo'lsa, mana bu yer ham o'shancha burchak bo'ladi. Nima uchun? Chunki mana bu yer 90 gradus, xuddi mana shundoq aylansa, bu o'zgarmaydi. Mana bu o'zgarmaydi. Demak, dastlabki yo'nalishga nisbatan keyingi yo'nalish ham mana bu radius alfa burchakka yoki fi burchakka buriladigan bo'lsa, albatta tezlik ham unga doimiy perpendikulyarligini saqlaydi-ku. Tezlik ham o'shancha burchakka buriladi degani. Yo'nalish jihatdan mana bu ham fi burchakka buriladi degani. Tushundingmi? Bu degani bizda hozir jismning ko'chish masofasi, ko'chish degani boshlang'ich va oxirgi nuqtalarni tutashtiruvchi yo'nalishli kesma. Mana bu ko'chish vektori. Mana SK deb qo'yaman, ko'chish vektori. Mana bu esa jism bosib o'tgan masofa, aylanma jihatdan bu yoy uzunligini beradi bizga, to'g'rimi? Mana bu S yoy. Bu ko'chish. Endi mana bu ikkita uchburchak o'xshash bo'ladi.
Mana bu ikki uchburchak. Chunki tomonlar o'zgargani yo'q, uchidagi burchak esa bir xil bo'lib turibdi. Ana bu uchburchak bilan bu uchburchak o'xshash bo'lgandan so'ng o'xshash uchburchaklarning mos tomonlari nisbati o'zaro teng bo'ladi. O'xshash uchburchak uchun bizda mana bu aylana radiusi mana buni bunga nisbati, buni bunga nisbatiga teng. Tushundingmi? Mos tomonlari nisbatlari o'zaro teng. S ko'chish vektorining radiusga nisbati S ko'chish, ya'ni modul jihatdan, miqdor jihatdan mana bu masofani mana bu masofaga nisbati teng bo'ladi bizga. Mana bu masofani bu masofaga nisbatiga, ya'ni masofa jihatdan delta v ni v ga nisbatiga teng bo'ladi. Bu yerdan biz xo'p S ko'chish vektorini hozir men bilan delta v ni topib olaylik. Bu yerdan mana delta v ni topadigan bo'lsak, demak sk ko'paytirilgan v taqsim r. Mana bu ko'rinishga keladi. Ana endi delta v sk ko'chish masofasi mana bu yoy uzunligidan ko'rinib turibdiki, kichkina. Endi ko'chish masofasini yoy uzunligi bilan qachon teng deya olamiz? Qachonki vaqt 0 ga intilgan paytda, ya'ni vaqt o'zgarishi juda ham kichik bo'lgan momentda, mana hozir bu yerdan bergacha kelish uchun biroz vaqt talab qilinadi-ku, qanchadir uzoqroq vaqt o'tgan. Vaqt 0 ga intilgan momentda bu juda ham kichkina yoyni bosib o'tadi. O'sha kichkinagina yoyni bosib o'tish momentida ko'chish bilan yoy uzunligi o'zaro teng bo'lib qoladi. Qachonki vaqt 0 ga intilganda. Endi mana shu narsa bizga limitni beradi yoki hosilaga urg'u qaratadi. Aynan shu narsa bizga tezlanishni anglatadi. Ya'ni biz tezlanishni topishimiz uchun, xo'p, tezlanishni topishimiz uchun nima qilamiz? Limit qachonki delta t 0 ga intilganda delta v taqsim delta t, bu yerda yozib qo'yaman. Delta t 0 ga intilganda, 0 ga intilganda, xo'p, bunda qilib qo'yamiz. Mana bu ko'chish masofasi bilan yoy uzunligi teng bo'lib qoladi. Ko'chish masofasi yoy uzunligiga teng bo'ladi vaqt o'zgarishi deyarli 0 ga qarab borganda. Bu yerda tenglamani davom ettiradigan bo'lsak, ko'chishni yoy uzunligiga nima deyapmiz? Teng deyapmiz. Delta v ni o'rniga mana buni keltirib qo'yadigan bo'lsak, xo'p, sk ni o'rniga s yoyni qo'yib ketsa bo'ladi degan. Tushundingmi? Xo'p, s yoy ko'paytirilgan v taqsim, xo'p, r t r deb qo'yamiz buni. R mahrajga tushadi. Xo'p, vaqt 0 ga intilgan paytda s yoy taqsim t nimani beradi bizga? Tezlikni beradi. Aylanma harakatdagi tezlikni beradi, to'g'rimi? Chunki bizda chiziqli tezlik s yoy taqsim r ga t ga teng edi-ku. Xuddi shu narsa. Demak, s yoy taqsim t, demak bu t minus 0, ya'ni boshlang'ich vaziyatni 0 deb olamiz biz, vaqt vaziyatini keyingi t, ya'ni delta t ni o'rniga t ni qo'yib ketsak bo'laveradi. S yo'yni t ga nisbati demak v ni beradi. V ko'paytirilgan v taqsim r. Bunda esa v kvadrat taqsim r ifoda kelib chiqadi. Mana bu bizaga tezlik vektorining o'zgarish yo'nalishiga mos tushuvchi normal tezlanish deyiladi. Ya'ni markazga intilma tezlanish. Normal tezlanish vektori. Xo'p, mana tezlik vektori qayerga yo'nalgan bo'lsa, normal tezlanish ham o'sha yerga. Normal degani tik degani. Endi bu qaranglar. Mana bu vektorni, ikkala delta v vektorini biz mana bu yerga ko'chiradigan bo'lsak, markazga qarab yo'nalgan bo'ladi. Tushundingmi? Mana bu yerga ko'chirsak, a ni ham mana shu yerga ko'chiradigan bo'lsak, a ham shu bilan ustma-ust tushadi. Tushundingmi? Mana shu a vektori bo'ladi. Ya'ni markazga qarab yo'nalgan vektorni tezlanishni nazarda tutish uchun markazga qarab yo'nalgani uchun mana bu narsa. Buni bu yerga ko'chiryapmiz o'ziga parallel holatda. Ana shu bizda markazga intilma tezlanish deb ataladi. Demak, normal tezlanishimizning formulasini mana shunday qilib keltirib chiqarar ekanmiz. V kvadrat taqsim r. Menimcha hammasi tushunarli bo'ldi. Tezlanish haqida biror bir yangi ma'lumotlarni olib ketgan bo'lsangizlar, mazmunni yaxshiroq tushungan bo'lsangizlar, kommentariyda izoh yozib ketinglar, bitta like bosib qo'yinglar. Mavzularimizda imkon qadar yana sizlarga qiziqarli bo'lgan holatda davom ettirishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlar bilan o'qituvchi Shavkat Azimov bo'ldi. Keyingi darsda ko'rishguncha sog' bo'ling.